Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan SAT haqida gaplashamiz. Siz yoki sizning farzandingiz dunyoning top universitetlarida o'qimoqchi bo'lsa, SAT bu juda ham muhim mavzu va shuning uchun bugun SAT o'zi nima, sizga qanday yordam bera olishi mumkin va SAT mani hayotimni qanaqa o'zgartirdi va sizni hayotingizni qanaqa o'zgartirishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Qani ketdik. Avvalambor o'zimni tanishtirib o'tadigan bo'lsam, ismim Najmiddin Muhiddinov. Kanadada top bir universitetda o'qiyman. Bu University of Toronto va University of Torontodan $180,000 grant yutib olganman. Hozirda o'zim ACT ballim 1520 chiqqan va to'g'risini aytaman, ACTni men 5 marta topshirganman. Bu oson bo'lmagan, juda ham qiyinchiliklar bo'lgan, har xil strategiyalarni o'rganishimiz kerak bo'lgan. Meni boshida boshlaganimda IELTS 6.5 edi. Bu degani menda so'z boyligim uncha IELTS da ham yaxshi bo'lmagan va SATni olish uchun ham juda ham zo'r bo'lmagan. Lekin hozirda 1520 SAT dunyodagi 21 o'rinda turadigan universitetda $180,000 grant bilan o'qib kelyapman. Hop, SAT o'zi nima? SAT bu Scholastic Assessment Test, ya'ni maktab o'quvchilarini bitirayotgandagi yoki maktab bitirgandan keyingi standart baholash tizimi. Bu odamlarni o'zini maktabdagi GPA'si, ya'ni o'rtacha bahosidan tashqari hisoblanadi. Bo'lishi mumkin baholar 4.8, 4.7 yoki masalan 5 dan 5 bo'lishi mumkin. Lekin SAT hammaga ularni bilimi, ularni reasoningi, ularni problem solvingi, muammo yechishni, tahlil qilishni va matematikadan va ingliz tilidan logikasini ham tekshirib beradi. Shuning uchun SAT standart test hisoblanadi, ya'ni standardized test hisoblanadi. Standardized test bo'lgani uchun hamma maktab o'quvchilari topshirsa, ularning bilimlari birdek baholanadi. Hop, SAT maksimal ball 1600 va 800 ball bu matematikaga hisoblanadi, 800 ball ingliz tili qismiga hisoblanadi. Ingliz tili qismida asosan reading and writingga bo'linadi. Reading qismlarida asosan tekstlar o'qiladi va shu tekstlardan kelib chiqib savollarga javob beriladi. Va writing qismida grammatika test qilinadi. Grammatika test qilinganda har xil punctuationlar, masalan, so'zlarni qo'shishligi, independent, dependent clauselarni tekshiriladi. Undan tashqari transitionlar tekshiriladi va rhetorical analysislar bor. Ya'ni odamning ingliz tilidagi har xil mavzularni tekshiriladi va nafaqat ingliz tili, odamning logikasini tekshiriladi. Masalan, savollar bor. Savollarni o'qiysizda, keyin uni davomini topishingiz kerak. Bu bo'lishi mumkin, adabiy savollarda bo'lishi mumkin yoki ilmiy maqolalardan olingan joylar bo'lishi mumkin. Aytaylik, qaysidir bir olim bir ilmiy ish ustida ishlashdi va shu ilmiy ishning detallari bo'ladi hamda oxirida ular qanaqadir xulosaga kelgan bo'ladi va ularning xulosasini yanada qo'llab-quvvatlovchi 4 ta variantdan bittasini tanlash kerak bo'ladi. Matematika qismida asosan algebra, geometriya, statistika va problem solving, ya'ni muammoni yechishni ular test qilishadi. Matematika qismi, men aytib o'tishim kerak, DTM testidan ko'ra ancha oson hisoblanadi. Masalan, bola 9-10 sinfgacha matematikani O'zbekiston maktabida ham zo'r o'qigan bo'lsa, SATning formatiga tushib olish uncha qiyin bo'lmaydi va SATning matematikasi o'zi qiyin emas, qaysi tarafdan yondashishligini to'g'ri bilsa bo'ldi. Ya'ni SATning matematikasiga juda ham ko'p kalkulyatsiya qilish shart emas. SATning matematikasida hattoki Desmos degan tool berishadi. Desmosda masalan o'sha equationlarni yozsa, ularning graflarini chiqarib beradi. Shuning uchun kalkulyator ham bor. Asosan logikadan, muammo yechish tarafidan unga yondashuvini SAT tekshiradi va u bir vaqt asosida bo'lishi shart. Masalan, ingliz tiliga umumiy hisobda 32 minutdan ikkita sectionga 64 minut vaqt beriladi va matematika qismiga umumiy hisobda 70 daqiqa vaqt beriladi. Shu 70 daqiqaning ichida siz 44 ta savol yechishingiz kerak bo'ladi va shu 44 ta savol ikkita modulga bo'lingan. Ya'ni birinchi modul va ikkinchi modul. Birinchi modulda 22 savol yechasiz va birinchi modulni qanaqa yechganingizga qarab sizga ikkinchi modul tushadi. Ya'ni ikkinchi modul yoki osonroq tushadi agar birinchi modulni yomon yechgan bo'lsangiz. Agar birinchi modulni juda ham zo'r yechgan bo'lsangiz, ikkinchi modul qiyinroq tushadi birinchi modulga nisbatan. Hop, endi eng muhim qismi SAT o'zi sizga qanday yordam beradi. Birinchi o'rinda SAT sizga siz haqingizda universitetga aytadi. Bu bola akademik tarafdan tayyor.
to'g'ri, bu yoqda boshqa masalalar ham bor, boshqa faktorlar ham bor. Ya'ni siz AP testlar qilgan bo'lishingiz mumkin yokida o'zingizni maktabdagi baholaringiz zo'r bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin SAT standart bo'lgani uchun hammani bahosini, bilimini bir xil standart bo'yicha baholaydi. Shunga SAT baland bo'lishi sizda men universitetga akademik tarafdan tayyorman degan bir signal beradi. Bundan tashqari SAT'lar grantlar uchun juda ham katta imkoniyatlar ochadi. Bu nafaqat chet el universitetlarida, balki O'zbekistonda ham hozir davlat universitetlari ham va bundan tashqari shaxsiy, ya'ni xususiy universitetlar ham hozir SAT'ni qabul qilishadi. Xo'p, SAT o'zi necha balldan baland bo'lsa, men zo'r grant ola olaman degan savol kelishi mumkin. Bu aslida universitetga bog'liq, lekin masalan top universitetlarni oladigan bo'lsak, bo'ladi MIT, Stanford, Harvard, UPenn, Ivy League'dagilar, Ivy League'dan tashqari top universitetlar ko'pchiligi 1500 dan balandni hisobga olishadi. Lekin universitetlar bor, to'g'ri, ballingiz pastroq bo'lsa ham qabul qilishadi. Men aytishim mumkin, 1400 dan baland olgan ballingiz sizga ancha yaxshi yordam beradi deb. Lekin O'zbekistonda yaqindagi qonunchilik bo'yicha hozir 1200 dan baland olsangiz, shu ba'zi universitetlarga, ba'zi yo'nalishlarga sizga grant ajratilishligi mumkin. Yana bir narsani ta'kidlab o'tishim kerak, SAT sizga nafaqat akademik tarafdan yordam beradi, balki sizning shaxsiy rivojlanishingizga ham juda ham katta yordam beradi. Bu nega desa, birinchi o'rinda ingliz tilingizni juda ham yaxshi rivojlantiradi. Masalan, men o'zim 6,5 olgan bo'lsam, SAT'ni boshlaganimda readingim ham 6,5 edi. Va SAT'ni 2 oy o'qidim, 1350 oldim. O'sha paytda reading and writingdan 650 ball olganman va shundan keyin men IELTS reading paper qilganimda menda 8,5-9 har doim chiqishni boshladim. Bundan tashqari writingim yaxshilandi, chunki SAT'ni grammatikasini o'rgangandan keyin IELTS grammatikasida yaxshi yozishni boshladim va readingda, listeningda ham kuchaydi, chunki yaxshiroq, ko'proq so'z bo'ylagim oshganligi natijasida, ingliz tilini yaxshiroq bilgan natijasida reading ham, writing ham, listening ham juda ham yaxshi oshdi. Bundan tashqari sizni analitik fikrlashingizni juda ham oshiradi, chunki SAT'da shu mavzularni o'qib, har xil ilmiy maqolalarni, adabiy she'rlarni o'qiysiz, Shekspir she'rlarini o'qishingiz mumkin. O'shandan kelib chiqib turib, shu 4 ta variantdan bittasini tanlashingiz kerak bo'ladi. Shu tarafdan shaxsiy rivojlanishingizga ham juda ham katta yordam beradi. Bunda SAT'dan baland ball olishda siz consistent bo'lishingiz kerak. Ya'ni davomiylik muhim. Har kuni masalan 2 soatdan, 3 soatdan practice qilib borsangizgina sizning skoringiz oshib boradi. Va bu yo'lda siz juda ham zo'r odamlarni uchratishingiz mumkin. Men to'g'risini aytaman, shu SAT boshlaganimdan keyin menda atrof muhitim o'zgardi va juda ham zo'r bolalar bilan tanishdim va hozir ham ular ham juda ham zo'r top universitetlarda o'qib yurishibdi. Masalan, NYUda, Abu Dabida o'rtoqlarim bor, Gonkongda o'qiydigan va hozirda o'sha Asizbek Zaylobiddinov Harvardda o'qiydi. Shu bola bilan ham shu SAT o'qishim orqasidan, SATga, ya'ni chet universitetlarga topshirish qiziqishim orqasidan tanishib qolganmiz. Xo'p, SATga o'zi qanaqa tayyorlanish kerak? Birinchi o'rinda siz yaxshi foundation quring. Agar yaxshi foundation qursangiz, sizni ballingizni ko'tarish osonroq bo'ladi. Masalan, yaxshi foundationsiz bo'lishi mumkin, siz 1300 ga chiqarsiz, 1250, 1350 ga chiqarsiz, lekin 1400 dan yuqori, 1450, 1500 ga chiqish uchun sizda yaxshi foundation qurish kerak. Ingliz tilini foundation yaxshi qurish kerak, matematikani foundation yaxshi bo'lishi kerak. Shunda baland ball olishingiz mumkin. Bundan tashqari, amaliyot qilasiz, lekin analitika qilmasangiz, shu amaliyotlaringizni sizda ball oshish bo'lmaydi. Ya'ni qaysi mavzularda xato qilyapman, xato nimada bo'lyapti, vaqt yetishmovchiligida xato bo'lyaptimi yoki aniq bir mavzuda xato bo'lyaptimi, shuni aniqlab olishingiz kerak va o'zingizni, ya'ni zaif taraflaringizda ko'proq ishlasangiz, shu narsa juda ham katta plus bo'ladi va men o'zimga juda ham katta yordam bergan plus shu. Xo'p, SATdan baland ball olishni bizga bitta zo'r tarafi, o'zbeklarda matematika kuchli. Ya'ni O'zbekistonda o'qitiladigan matematika SATnikidan ancha qiyinroq hisoblanadi. Shuning uchun agar matematikani maktabda zo'r o'qigan bo'lsangiz, SATdan matematikasidan baland olish uncha katta muammo bo'lmaydi sizga. Shunga men aytaman, SATning matematikasiga ham ko'proq fokus bersanglar, umumiy balli SATning matematikasi ko'tarib boradi. Masalan, meni o'zimning imtihonimda ham ingliz tili 730 chiqqan, matematikam 790 chiqqan super skorda. Shuning uchun menda umumiy ball 1500 dan yuqori bo'lgan. Aniq qilib ayta olaman, SAT meni hayotimni o'zgartirdi. Chunki
SATni bir yil o'qish davomida man judayam zo'r darslar oltirdim. Judayam zo'r experiencelar bo'ldi va SAT o'zi mani mantiqiy fikrlashim, analitik fikrlashim judayam oshirdi. Va ayta olaman, SAT mani intizomga chaqirdi. Chunki agar bir kuni 4 soat o'qib, keyin bir hafta o'qimasangiz, uni foydasi yo'q. Siz har kuni SAT bilan bo'lib, SATga 2 soatdan yoki 3 soatdan vaqt ajratishingiz kerak bo'ladi. Undan tashqari shu SAT mani yana aytganimdek zo'r communitylarga kirishimga juda ham katta sabab bo'ldi va o'zimga bir validatsiya bo'ldi. Ya'ni men nimanidir xohlasam, demak shuni qila olar ekanman, shunaqa ball ola olar ekanman degan bir IELTSdan keyingi validatsiya bo'ldi menga. To'g'ri, IELTSda ham shunaqa ball ola olaman deb olgandim. Bundan tashqari shu SATni birinchi olganimda menda 1350 chiqqan va u ball bilan men qoniqmaganman va yana 3 marta 4 marta topshirganman. Shunda qayta topshirganman, yana ko'proq o'qiganman. Shunaqa qilib SAT meni o'zimga bir validatsiya ham bo'lgan, shtop men o'zim xohlagan narsani qila olaman. Undan keyin SAT menga top universitetlarga topshirishga katta yo'l ochgan. Ya'ni o'sha Toronto universitetiga ham va Amerikadagi boshqa top universitetlarga ham topshirishimga yo'l ochgan. Va sizga ham shunaqa zo'r imkoniyatlar beradigan test bu. Hozir aytib o'tganimdek, nafaqat AQShga, Kanadaga yoki Yevropaga, bundan tashqari hozirda o'sha AQSh universitetlarini Abu Dabidagi filiallariga yoki Xitoydagi filiallariga, undan tashqari o'sha Gonkongdagi universitetlar bor, SATni qabul qiladigan, Yaponiyada universitetlar bor, SATni qabul qiladigan. Ya'ni bu test sizni butun dunyoga universitetlarga mana bu bolada akademik tarafdan tayyor universitetda o'qishga degan bir sertifikat sifatida ko'rsa bo'ladi. Lekin bir narsani eslab qolishingiz kerak, SAT bu sizni oxirgi faktoringiz emas universitetga kirish uchun. To'g'ri, 1500 baland SATingiz, 1550, 1600 SATingiz bo'lishi mumkin, lekin siz top universitetga kira olmasligingiz mumkin. Buni hamma tan olishi kerak bo'lgan narsa, chunki SATdan tashqari sizni o'zingizni shaxs sifatida universitetga ko'rsatib bera olishingiz kerak. Universitet sizga mos kelishi kerak hamda maktabdan tashqari boshqa ishlar ham qilgan bo'lishingiz kerak. O'zingizni sohangizga bog'liq, yo'nalishingizga yoki o'zingizning qiziqishlaringiz bilan bog'langan narsalar qilib ko'rgan bo'lishingiz kerak. Shu narsa universitetga sizni bir shaxs sifatida ochib beradi hamda akademik tayyorligingizni ham ko'rsatib beradi. Shu bilan siz top universitetlarga kirishingiz mumkin. Hop, outro. Men o'zi bu kanalni birinchi video bu kanalda va bu kanalni ochishimdan maqsad faqat SAT content qilish emas yoki faqat SAT haqida gapirib chiqish emas. Bu kanal asosan meni vlogim hisoblanadi. Bunda masalan SAT haqida ko'proq gapirib chiqishim mumkin. Lekin yana ko'proq kontentlar qo'shaman. Masalan, o'zimning soham axborot texnologiyalari bo'lgani uchun baribir shu tech tarafdan ham, texnologiyalar tarafdan ham kontentlar olib chiqishim mumkin. Bundan tashqari lifestyle kontentlar olib chiqishim mumkin. Ya'ni o'zi Kanadada hayot qanaqa, o'qishlar qanaqa, top universitetda o'qish qanaqa bo'ladi. Ya'ni men o'zi bu yerga kelib turib qilgan orzularim reality bilan bir xil bo'ldim yoki qanaqadir reality check bo'ldim menda. Hamma narsani xudo xolasa shu YouTube kanalda ulashib boraman va siz shunaqa videolarni o'tkazib bormasligingiz uchun hoziroq kanalimga obuna bo'lib qo'ying va agar obuna bo'lib meni support qilsanglar, xudo xolasa juda ham ko'plab kontentlar qilishga va'da beraman. Hammaga rahmat.